Kamina Nurmatimov yana sizlar bilan assalomu alaykum qadrli muxlis. Endi esa e'tiborlaringizga sevimli yozuvchimiz Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romani asosida suratga olingan filmni tomosha qilib yozilgan she'rimni havola etaman. Ushbu she'r Anvar Mirzo monologi deb nomlanadi. Xoinlikdan ko'ra do'sti yoriga, osilmoq ma'quldir dushman doriga, mayli kirmoq avlo yerning qa'riga, iflos vijdon bilan bo'lguncha g'olib. O'tay mayli achchiq qismatdan ranjib, mayli o'ldirsinlar xanjarin sanchib, mayli qilich solib tashlasin yanchib, iflos vijdon bilan bo'lguncha g'olib. Yuborsinlar yoqib olovda ta'nim, nomardi maydon makkora g'anim, mayli tashnaligin qondirsin qonim, iflos vijdon bilan bo'lguncha g'olib. Qismat shunday ekan, netay roziman, bir jon bo'lsa qurbon etay roziman, toza vijdon bilan ketay roziman, iflos vijdon bilan bo'lguncha g'olib. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.